Musofirda Moskvada ish qidirib yurgan aka-opa singillarimizga ajoyib xushxabar. Bizda Moskvada ish bor. Xohlagan odam bez объем ishlaydi, xohlagan объемga ishlaydi. Bez объем 3650, объемimiz 3650 dan to 6000-7000 rublgacha. Bu degani oyligimiz minimum 1000 dollardan maksimum 2000 dollargacha yoki undan ham ko'proq ishlab topish imkoniyatiga egasiz. Bu ishimiz Moskvada. Xo'p, обязательно Moskvada dokumenti bo'lishi kerak. Yoshi 18 dan 45 yoshgacha erkak, ayol hamma qabul qilinadi. Yotoq joy отдельно, erkaklar отдельно, ayollar отдельно yashaydi. Ish Skalatda, Rossiya pochta skalatida. Agar kimda Moskva dokumenti bo'lsa, 18 dan 45 yoshgacha bo'ladigan bo'lsangiz, erkaklar ham, ayollar ham ekrandagi nomerga tezroq aloqaga chiqinglar. WhatsApplarimiz ham ishlaydi, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Oyligi 1 oyda 1 marta, har 15-chisiyoda, har hafta oylik, har hafta avans 3000 rubldan. Puliga 200% garantiya, russkiy firma. Pulidan aldasa muammo bo'lsa, albatta kommentariyaga yozsanglar, biz срочно сразу sizlarga aloqaga chiqamiz hamda bu muammoni hal qilib beramiz. Shuning uchun bunaqa ishonchli ish har doim ham chiqavermaydi. Moskvada yurgan aka-opa singillarimiz tezda bu imkoniyatdan foydalanasiz degan umiddaman. Agar sizda ish bo'ladigan bo'lsa, ish kerak bo'lmaydigan taqdirda ham mana shu videoga birdaniga like bosib, ish qidirib yurgan, Moskvada qiynalib yurgan aka-opa singillarimizga shu videoni tarqatib qo'ysalar, inshaalloh hammamizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Sizlar bilan har doimdek Zuhurda Musofir bo'ldi. Qolgan sizlarga kerakli ma'lumotlarni ekrandagi nomerlardan bemalol telefon qilib olishingiz mumkin.